Mateusz Fernandes transferi o'xshamagach, hammada savol tug'ilyapti. Endi kimni olamiz? Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, uxladi transfer onasi, tugadi biz uchun. Keyingi mavsum nima qilamiz? Nima qilmoqchi o'zi bular? degan savollar juda ham ko'payyapti. Avvalo tinchlaninglar. Vohma qilmanglar. Hali 2 oy vaqt bor. Transfer onasi yakunlanguncha hali 2 oy vaqt bor. 2-sentyabr kuni rasman Yevropada transfer onasi yakunlanadi. Ungacha hali 2 oy vaqtimiz bor. Hali bozorda futbolchilar bor. To'g'ri, o'sha qiziqayotgan o'yinchilar ketib qoldi. Anderson, Tonali, Fernandes. Endi Tonali bilan Andersonga unchalik ham qiziqmadik. Asosiysi Fernandes bo'lgan edi. Fernandes ko'rdinglar, Tottenhamga o'tib ketdi. Xo'p, Fernandes ketdi. Endi kimni olamiz? Oxirgi xabarlarga qaraganda, Ariel Chouamenini Real Madrid sotmoqchi emas, agar yarim himoyachi olmasa. Qimmatroq yarim himoyachi olishi kutilayotgan ekan. Agar shu yarim himoyachini olsa, Chouameni ham sotilishi mumkin. Lekin bu hali fakt emas. Asosiy planga endi asosiy maqsadlar o'sha ro'yxatida eng yuqori o'ringa chiqayotgan futbolchi bu Bournemouth yarim himoyachisi Alex Scott. Alex Scottni avvalroq Bournemouth 60 millionga baholagan ekan. Endi hozirgi mana bunaqa narx-navodan keyin uni narxi oshishi kutilyapti. Ya'ni kamida u ham 80 millionga baholanadi. Manchester United bo'lsa 80 millionga bitta o'yinchi olishni rejalashtiryapti va arzonchiroq variant qilib yana Bournemouth a'zosi Tyler Adams va Fulhamdan Sander Bergega qiziqish bildirayotgan ekan. Lekin 80 millionlik ro'yxatda birinchi o'rinda hozir Alex Scott turibdi. Asosiy variantda Alex Scott qolmoqda va uni narxi ham kamida endi 80 million bo'ladi. Bunaqa kosmos narxdagi transferlardan keyin. Nima deb o'ylaysizlar? Alex Scott Unitedga mosmi? Men o'yinlarni ko'rib chiqdim, juda ham yaxshi. Yana bir variant bor edi Germaniyadan. Nimachi varianti ham bor edi, lekin u bilan solishtirganda Scott baribir boshqacharoq o'yinchi ekan. Ya'ni menga ko'proq Alex Scott varianti yoqdi va plus APL tajribasi bor. Xullas, shoshilmaymiz, kutamiz. Yakuniy bahoni, transfer oynasi uchun yakuniy bahoni 3-sentyabrda beramiz. Korotchicha bitta gap. United uchun o'ynayman degan ekan, mana shu yurakdan o'ynayman, mana shu jamoa uchun men o'ynayman degan ekan, bo'ldi, qolgani kerak emas. Ungacha bo'lsa albatta jarayon davomida gaplashishda davom etamiz. United zona aloqada, come on United. Ciao, 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 ciao.